Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan hayit dasturxonimizga yana ham chiroy va ko'rk qo'shadigan burama bo'g'irsoq qilishni o'rganamiz. Kerakli masalliqlarimizni solib, xamir qorib, tindirib qo'yamiz va orada 2 marta mushlab qo'yamiz. Tingan xamirimizni yoyib, orasiga omoqda yog' suramiz va o'rtasidan shunaqa kesib olamiz. Ajratib, yana kesib chiqamiz o'rtasidan va 1 sm dan palchkali, lentichkali qilib kesib olamiz va konfet ko'rinishida shunaqa qilib burab yarim soat xolodilnikda muzlatib qo'yamiz, yog'i tushganda ochilib ketmasligi uchun. O'rtachadan sal pastroq oluvda singitibroq pishiramiz, sababi bo'g'irsoqlarimizni ichi yaxshilab pishib olishi uchun. Tillarang chiroyli rangga kirgandan keyin olamiz va qiyom tayyorlaymiz. Qiyomni hammasini pastda gram-gramigacha yozib etib ketganman. Xohlasanglar bo'g'irsoqingiz sim ketmasligi uchun shunaqa cho'g'lida alohida ustiga qiyomni quyib yopishtirsanglar bo'ladi. Xohlasanglar shunaqa hammasini tog'oracha ustidan quyib, bitta aralashtirib, keyin tarelkaga terib yasatsanglar bo'ladi. Tayyor bo'g'irsoqlarimiz ustini fistashka, yong'oq yoki bodom sepib chiroyli qilib yasatsanglar bo'ladi. Hali ham qaysi retsept bilan bo'g'irsoq tayyorlashni bilmay o'tiribsizmi? Unda shu retsept bilan aniq tayyorlab ko'ring, pushaymon bo'lmaysiz. Chunki rostdan ham cho'tki chiqadi, ko'rinishi ham o'zi ham mazasi ham zo'r.